Til bu millat ko'zgusidir. Uni asrash, rivojlantirish har birimizning burchimiz hisoblanadi. O'zbek tili va O'zbekiston Respublikasi hududida aholimiz, ya'ni o'zbek millatiga mansub aholimiz so'zlashadigan til. Ya'ni bu tug'ilganidan, qo'pol qilib aytganda, bola tili chiqqanidan boshlab so'zlashadigan til. Masalan, amaliyotda ko'rishimiz mumkin, Germaniyaning ba'zi hududlariga borsangiz, ularga inglizcha gapirsangiz ham, ular sen Germaniyadasan, nemischa gapir deb, ular o'sha nima deydi, so'rab olishadi shu narsani. Bizda ham shunaqa, ya'ni biz qachonki o'z tilimizni qadrlar ekanmiz, boshqa millat, ellat aholilari ham bizning tilimizni qadrlashadi. Avvalo yuksalishda, yangilanishda o'zimizdan boshlashimiz kerak. Men uchun o'zbek tili boshqa tillar ichida eng birinchisi va eng qadrlisi, qolgan tillar esa bu meni kelajakdagi zamonaviy kasbimni, zamonaviy kelajagimni ochib beradigan bir tayanch deb hisoblayman. O'zbek tilining kelajagi haqida qanday fikrdasiz? O'zbek tilining kelajagi menimcha juda ham porloq. Chunki mana bu yoshlarimiz hozir o'zbek tilida juda chiroyli, ravon gapirishadi, darslarda ham o'z fikrlarini o'sha o'zbek tilida chiroyli qilib bayon etishadi. Men o'ylaymanki, o'zbek tilining kelajagi juda ham porloq va ravnaqi baland bo'ladi.